Hop, javobingiz to'liq aytmadingiz. Savolimni eshitmay qoldingizmi? Eshityapman gapirdim. Yo, oxirgi savolimni eshitdingizmi, eshitmadingizmi? Yo'q, qaytaroqmi dedim, o'chib qoldim. Hmm. Hop, eng namunali faoliyat ko'rsatgan yoshlar yetakchisi qanaqa mukofotlar bilan taqdirlanishi belgilangan? Yoshlar yetakchisi qay darajada? Qanaqa mukofotlar bilan? O'zbekiston islohot ko'prak nishoni bilan nima qilish to'g'risida belgilangan. Top 100 ta kirsa mahalla yetakchisi bo'yicha unga 50 barobar joy. Ko'pdan yetakchisi nima? Shunaqa. To'liqroq javob bering-da. Birinchisi mukofot, ikkinchisi nima? Birinchisi Yangi O'zbekiston islohotchisi ko'krak nishoni. Ikkinchisi Ikkinchisi hmm. O'zbekiston kelajakda bor. To'g'ri. Shumi javobingiz? Javob shumi? Kelajakda bor. Eng namunali faoliyat ko'rsatgan yoshlar yetakchisi birinchisi Yangi O'zbekiston islohotchisi ko'krak nishoni, ikkinchisi 1 oylik maosh miqdorida mukofot puli, uchinchisi zaxira kadrlar tizimiga kiritilishi, to'rtinchisi ipoteka asosida, ya'ni subsidiya asosida uy-joy olayotgan bo'lsa ma'lum bir qismini qoplab berish belgilangan. O'qiganmiz shunaqa joylarni? Keyingi savol. Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risidagi qonun nechi bob, nechi moddadan iborat? Qaysi modda? Nechta bor? Nechta modda, nechta bo'lim, nechta bobdan iborat? Davlat siyosati to'g'risidagi qonun. Davlat siyosati to'g'risidagi qonun 633 moddadan iborat. Qachon qabul qilingan? 33 moddadan iborat bilmayman, 6 bobdagi. Bobni to'g'ri bilmayman. 33 moddadan iboratligini bilaman. Qachon qabul qilingan? Qayerga shoshyapsiz siz? Biron joyga shoshyapsizmi? Endi lekin 2016-yil 12-oyda qabul qilinganligini bilaman. 33 modda, lekin bobni to'g'risi taniyapman. Lekin 33 modda ekanligini bilaman. Qayerga shoshyapsiz? Biron joyga shoshyapsizmi? Ishingiz bormi? Eshitibsizmi, tushunyapsizmi gaplarga? Gaplarni eshitib tushunyapsizmi? Eshitibman. Spokойно javob beravering. Spokойно javob beryapti. Yo'q, bilayotgan narsangizni ham o'zingiz to'liq javob bermayapsiz-da. To'liq javob bermaganingiz bu xatongiz hisoblanadi-da. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-moddasi nima? Yangi tahrirdagi konstitutsiya. Sizning yo'nalishingiz bu. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi konstitutsiyaning 1-moddasi nima ekan? O'zbekiston Konstitutsiyasining 1-moddasi O'zbekiston mustaqil so'rin davlati. Yangi tahrirdagi konstitutsiya. Yangi tahrirdagi qonunni O'zbekiston so'rin davlat. Demokratik so'rin davlat 1-moddasi. Ya to'liq ma'lumot beraylik bu konstitutsiya qabul qilinganlar to'g'risida. Faqat 1-moddasini so'rayapti. 1-moddasini so'rayapti. O'zbekiston mustaqil so'rin davlat. Siz bilayotgan narsangizda ham bor-ku, nimaga chala aytasiz, men tushunmayapman. Shoshyapsizmi biror joyga? Shoshayotgan bo'lsangiz ayting, men shoshyapman deng. Hozir noto'g'ri javob beryapsiz-da. To'g'ri, suverenitet davlat degan joyi bor, lekin to'liq emas javobi.
O'zbekiston javobingiz noto'g'ri. O'zbekiston Respublikasi boshqaruv respublika shakliga ega bo'lgan suverenitet, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat. O'zbekiston Respublikasi va O'zbekiston degan nomlar bir ma'noni anglatadi degan qaror birinchi moddada shunday deyilgan. O'zingizni yo'nalishingiz. Bilmadim. O'zingizni yo'nalishingizda savol beryapman, shoshyapsiz deyapman. Registon maydonini kim qurgan? Kim? Registon maydoni. Registon maydonini kim qurgan? Bitta maydonini birinchi Mirzo Ulug'bek Rasadxonov qurilgan 1920-yilda, ikkinchisi Bahodir Yalangto'sh tomonidan 1609, ya'ni 12 asrlar davomida qurilgan Sherdor va Tillakor. Bahodir Yalangto'sh Samarqand hokimi bo'lgan paytda. Xo'p, O'zbekiston oxirgi savol. O'zbekiston Respublikasi 2030 strategiyasi nechta maqsad, nechta vazifadan iborat? 2030 strategiyasi 5 ta maqsad bo'lim va 3 ta maqsad. 5 Nechta vazifa? ta asosiy maqsad, 3 ta maqsad. Ahmad, 5 ta savoldan 3tasiga uchtasiga javob berdingiz, bittasiga to'liq, ikkitasiga qisman javob berdingiz. Ikkitasiga javob bera olmadim. Savollardan e'tirozingiz bormi? Yo'q, rahmat, yaxshi. Men qo'limdan kelgancha javob berdim. Rahmat, tutishingiz mumkin. O'zingiz tanishtiring. Hurmatli nomzod, o'zingiz tanishtirasiz, qisqacha qayerda o'qigansiz, nima ish qilgansiz? Assalomu alaykum. Men Xolmurodova Chehra Bolmurodovman 1990-yil 8-sentyabr Muborak mahallasi Favchi ko'chasida tug'ilganman. 2010-yildan beri davlat ishida faoliyat yuritib kelaman. Bandlik ko'maklash markazida, tabiiy gaz idorasida maktabga ishlaganman. Hozirgi kunda Yo'lchida 3-kurs talabasiman. Hozir qayerda ishlaysiz? Maktabda Qaysi maktabda? 23. O'qituvchimi? Yo'q, nima? Qo'llanchi. Xo'p, yoshlarga oid qanaqa qonun qarorlarida o'qidingiz? 109-qaror yoshlarning vazifalari, ularni nimaga kasbga 209 dedingizmi? Nechinchi qaror dedingiz? Sonini qaytarib yuboring. Kattaroq gapir. 209. Mega saksov yapıyorlar. Xo'p. Yoshlar yetakchisi qanday oylik maosh olar ekan? Mahallani nimasi hisobidan? Mahallada. Odam nechta odamlar soni mahallani nimasi bo'yicha? Boshqa Mahalla javob yo'q. soni bo'yicha. Mahalla soni bo'yicha? Odam soni. Ha, fuqaro soniga qarab deyapsiz. Bu javobingiz? Ha. Javobingiz noto'g'ri. Yoshlar yetakchisi mahalladagi xonadonlar soniga nisbatan oladi. Xonadonlar soni deb. Aholi soni 2000 ta bo'lishi mumkin, xonadon 500 ta bo'lishi mumkin. Shu xonadon demoqchi edim. Ikkinchi savol. Yoshlar yetakchisining nechta vazifasi bor? Uchta vazifasi bor. Sana birinchi. Yoshlar bilan ishlash, ularni
kasbga tayyorlash, e, sport bilan naqdlash, shug'ullantirish, nimalarga o'qitish, o'zi xohlagan faniga tayyorlash. Shumi javobingiz? Javobingiz shumi? Mazmunli vaqtni o'tkazish, ularga til o'rgatish, Ko'payib ketdi-ku uchtada o'zi. Javob noto'g'ri. Yoshlar yetakchisining yetti vazifasi bor. Uchini adashib ketdingizmi? Keyingi savol. Yosh deb kimga aytiladi? 16 yoshdan 30 yoshgacha. 7 yoshdan 30 yoshgacha. Necha yoshdan? 7 yoshdan bo'lganidan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar. Shumi javobingiz? 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar. Shumi javobingiz? To'ldirmaysizmi? Javobingiz noto'g'ri. 14 yoshga to'lgan, 30 yoshdan oshmagan fuqarolar yosh deb ataladi. Onachi ekansiz. Oxirgi o'qigan badiiy kitobingizni aytingchi. O'tgan kunlar o'qigandim. O'yin yarimgacha. To'liq o'qigan asaringizni ayting. Qanaqa badiiy kitob o'qidingiz? To'liq o'qigan asaringiz kitob. To'liq. Kutubxonachisiz kuni bilan bolalar to kutubxonaga kelguncha mana obedgacha kelmaydi. Obeddan keyin darsdan keyin kelishi mumkin. To'g'rimi? Eslatishda motivasiya qur'ani o'qiganman. O'tgan kunlarni o'qiganman. O'qigan bitta badiiy kitobingizni ayting. O'qiganman, faqat o'zi esimda hayajonlanganimda esimga kelmaydi. Nima hayajonlanasiz? Hayajonlanmang deb kameradan yoqqaningiz emas. Oldingizda turib savol javob qilmayapmiz. Birov ushmaydi, birov so'kmaydi. O'zingiz o'qiganlardan so'rang. O'qidingizmi o'zi? O'qiganmisiz? Misol uchun mazmunini ayting qani, men nomini bilmayapmiz. Bir yigit kambag'al bo'ladi, shu bir nima haqida o'qiganman-da. Shu o'zi esimga kelmayapti-da. Ammo asarda O'zbekistonda yozilgan barcha asarlarda yigit kambag'al bo'ladi, qiz boy bo'ladi. Keyingi savol. Yoshlar agentligini qanaqa loyihalarini bilasiz? Loyihalar. Loyihalar, ibrat farzandlar, ibrat farzandlar, qamalak, yosh kitobxon. O'zingizga taalluqli bo'lgan loyihani ham sanaganingizda hozir 5 ta bo'ladi. Aynan shu
kutubxonachiligimiz kitobxonlik bo'yicha. Kitobxonlik. Yosh kitobxon oila, yosh kitobxon, mutolaa, Ibrat farzandlar. ibrat farzandlari. Ruscha so'z maktablarida o'sha targ'ibot ro'yxatida har bir yetakchilar targ'ibot qiladi, yurishimiz kerak. 5 tashabbus. Singlim, 5 ta savoldan bittasiga javob berdingiz, to'rttasiga javob beraman. Savollarda e'tirozingiz bormi? Yo'q. Rahmat, chiqishingiz mumkin savol. Hurmatli nomzod, o'zingizni tanishtirasiz. Aa, Ism familiyangiz, qayerda o'qigansiz, nima ish bilan shug'ullangansiz? Familiyam Rashid Murod Abdullojon Abdullojonovga 2002 yil tug'ilganman. Samarqand davlat universiteti tarix fakultetini 2024 yil bitirganman. 2022-2023 yillarda Payloq tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 3-sinf ta'lim maktabida o'qituvchilik faoliyatini olib borganman. Qisqacha. O'qituvchi nima o'qituvchilik haligi qildingiz? Ishlamayapsiz. O'qituvchilikda nima ishlamayapsiz? Hozir ham ishlayapsizmi? Yo'q, hozir o'qituvchilikda emas, bu ish 2023 yil bo'shaganman. Nimaga? Endi o'qishga agar 4-kurs bo'lganimiz uchun, bitiruvchi kursligimiz uchun o'qishga bo'lganki, ingliz tilidan ozroq tayyorlandim. O'qituvchilikda to'xtatib turganman. To'g'ri. Yoshlarga oid qanaqa qonun qarorlarda o'qidingiz? Yoshlarga oid qanaqa qarorlar o'qidim? Prezidentda 92-sonli qarori, 209-sonli qarori, keyin 61-62 qarorlar bilan tanishman. Shular 92-sonli qarorda yoshlar yetakchisi faoliyati tugatilib, tashkil qilinadi. 92-sonli qaror bo'yicha tashkil etilishida belgilangan o'sha yoshlarga yordam turlari, nechta yordam turi bor ekan? endi yoshlarga yordam endi hozir bir boshdan aytib kelsam maylimi, chunki tarix konchilik Mayli, ayting. 92-sonli qarorga muvofiq mahallalarda yoshlar yetakchi lavozimlari tashkil qilinadi. Endi asosiy vazifalardan qilib mahallalarda yoshlar balansini shakllantirish, yoshlar daftari va yoshlar haftalik elektron tizimiga bevosita yoshlar bilan bog'liq haligi ishlarni kirgizib, ro'yxatni shakllantirib olish kerak. Yordam turlariga keladigan bo'lsak, o'sha yoshlar daftari bo'yicha ishlash bo'yicha nogironligi bo'lgan yoki ijtimoiy muhofazaga muhtoj yoki ishsiz yoshlar bilan bevosita ishlab, ularga moddiy yoki ma'naviy ko'mak berib, yoshlar daftariga kirgizish yoki yoshlar chiqarish faoliyati bilan shug'ullanadi. Nechta yordam turi bor ekan? Nechta yordam turi? Daftar kitobda yordam beradi. Iqtisodiy yordam turi bormi? Yo'q, u iqtisodiy ma'naviy emas, yordam turlari bor. Kimlarga yordam ko'rsatiladi? Nogironligi bo'lgan shaxslarga, keyin mana bu ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlashga, keyin ijtimoiy muhofazaga muhtoj yoshlar qatlami bilan bevosita ishlashamizda. Javob noto'g'ri-ku. O'qidingizmi o'zi? Davlat O'qidingizmi o'zi? o'qidim. Javob noto'g'ri. Ikkinchi savol. Hop, yoshlar yetakchisi qanday oylik maosh olar ekan? Agar
mahallada xonadonlar soni 500 bo'lsa 5 baravari, 5 baravargacha, 500 bittadan 1000tagacha 5,5 baravari, agar 1000tadan ortiq bo'lsa 6. Bravo, to'g'ri javob berdingiz. Keyingi savol. Yosh oila deb kimlarga aytilar ekan? Yosh oilada turmush o'sha nikoh qayd etilganiga uncha ko'p vaqt bo'lmagan, 1 yilgacha vaqt bo'lmagan onalarga yosh oilada. Misol uchun 31 yoshdaman, xotinim 25 yoshda. Turmush qurgan o'radi. Biz yosh oila hisoblanamiz. Yosh oila hisoblanadi. Javobimiz javobingiz shumi? Javobim Aha. agar 30 yoshgacha bo'lsa, agar nikoh qayd etiluvchi shaxslar yosh oilaga kiradi. Agar 30 yoshdan o'tgan bo'lsa, yosh oilaga kirmaydi menimcha. Unda men yosh oilaga kiramanmi, kirmaymanmi? Xotinim 25 yoshda. Men 31 ga kirdim. 32 ga kirdim misol. 30 ga kirdingiz? 32 yoshga kirdim, xotinim 25 yoshda. Turmush qurganimizga 1 oy bo'ldi. Yosh oila hisoblanamizmi, yo'qmi? Yo'q hisoblanmaysizlar. Chunki sizni yoshingiz 32 ga kirgan, 30 yoshlar deb 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolarga aytiladi. Aha, to'g'ri javob. Faqat undan keyin javob berayotgan bo'lsangiz to'g'riladi. Bu ya'ni er va xotin 30 yoshdan oshmagan bo'lsa, yosh oila hisoblanadi. Bu hech qanaqa muddat talab etmaydi. Misol uchun men 18 yoshimda turmush qursam, 30 yoshga kirgunimcha ham yosh oila hisoblanadi. Xo'p, keyingi savol. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-moddasi, yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 1-moddasini bilasizmi? Yangi tahrirdagi Konstitutsiya 23-yil 30-aprelda qabul qilingan bo'lsa, birinchi bo'lim asosiy prinsiplar bo'lsa, birinchi moddasi O'zbekiston Respublikasini O'zbekiston Respublikasi boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren. Yanachi unitar suveren deyapman, unitar nima qiladi? Davlatning O'zbekiston Respublikasi va O'zbekiston degan nomlari o'shanaqa edida, o'zi aniq yozilgan ko'tarildi-da. Lekin hozir aytsam, men o'qiganman deysiz. Yo'q, endi davlatning O'zbekiston Respublikasi o'zi eng asosiy konstitutsiyaga o'zgarish kiritilgan 1-modda. Asosiy deganimda davlatning o'sha tizimga o'zgartirish kiritildi. U asosiy maqsad sifatida belgilandi hozir. Uchun so'rayapman 1-modda. Har kuni televizorda, radioda qo'yib eshitib boradi. Ijtimoiy tarmoqlarda ham. Yo'q, hozir lekin eslolmadim to'g'risida. Eslamadingiz? Yo'q. Buni eslab oling. Qayerga borsangiz sizga savol beradi bu bo'yicha. Sababi O'zbekiston aynan shu yo'nalishda ketyapti. O'zbekiston boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokrat, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat. Davlatning O'zbekiston Respublikasi va O'zbekiston degan nomlari bir ma'noni anglatadi. Ijtimoiy davlat degan narsa bizda yangilik bo'ldi. O'tgan safargi oldingi konstitutsiyada yo'q edi. Uchun hozir ijtimoiy himoya, kambag'allik hammasi shu uchun shunday qaratilgan. Xo'p. Yoshlar daftari vasiylik, yoshlar jamg'armasining vasiylik kengashi rahbari kim ekan tomonidan?
Yoshlar daftari vazirlik kengashi tuman rahbari. Uni bilmadim. 92'de keltirilgan. Yoshlar daftarining jamg'armasi bor. Yoshlar jamg'armasida o'sha yerda mablag' ajratiladi. Shunda vasiylik kengashi raisi kim hisoblanadi? Vasiylik hozirda eslamayman. 5 kishidan iborat ishlar birligi tashkil qilinadi. Qaysi yo'nalish bo'yicha o'qiyapsiz hozir? O'qish tugatganmi? Qaysi yo'nalish bo'yicha? Tarix tugatganmi? Tarix tugatganmiz. Qaysi? O'zbekiston tariximi, jahon tariximi? Ya endi umumiy o'qitiladi O'zbekiston tarix fakulteti tarix yo'nalishini o'ziga o'qigan uchun umumiy o'qitiladi. O'zbekiston tarixi ham, jahon tarixi ham alohida dars sifatida o'qitiladi. Va endi bu ma'nali bor-ku. Tarixda jahon iqtisodiy, jahon tarixi va bir narsa yo'nalishi ham bor-ku. Yo, endi keyinchalik kafedralarga bo'linadi. Jahon tarixi bizlarda universitetda bo'lgan kafedralar O'zbekiston tarixi, jahon tarixi, Samarqand tarixi va arxeologiya kafedralari bo'lgan. Samarqand tarix amalda tarix kafedrasida o'qib tugatganda. Yashang, Samarqand tarixini o'qisangiz, Registon maydonini kim qurgan? Qachon? Registon maydoniga keladigan bo'lsak, qurilish tarixi Amir Bahodir Yalangtushbek tomonidan quriladi. Dastlabki qurilishi Registondagi Ulug'bek madrasasi 1420-yilda bevosita Ulug'bek rahbarligida quriladi. Madrasa 50 hujradan iborat 2 qavatli qilib quriladi. Madrasada o'tgan darsxona va talabalar uchun 3 xonali o'sha 50 hujraning ichidagi 3 xonaga ajratilgan yotoqxonalar bilan ta'minlanadi, quriladi. Keyinchalik Registon maydonini umumiy Registon bo'lib shakllanishi bu Amir Bahodir Yalangtush davrida Buxoro xoni Imomqulov xon, Samarqand hokimi Amir Yalangtushbek davrida to'g'ri keladi. Tillakori madrasasi 1619-36 yillar davomida qurib tugatilgan bo'lsa, Sherdor madrasasi 1936-yilda qurib tugatilgan bo'lsa, Tillakori masjid madrasasi 46-64-yillarda quriladi. Bu Buxoro xoni Nodir Muhammadxon davriga to'g'ri keladi. Hop, shunda nimaga Sherdor, nimaga Tillakori deyilgan? Sherdor madrasasi deyilishiga sabab bu bevosita madrasa peshtoqidagi suratlari bilan bog'liq. Ya'ni ohu, sher va shernosda odam qiyofasidagi quyosh tasvirlangan. Buni ma'nosini izohlashda Azamat o'zining O'zbekiston davlatchiligi tarix kitobida atroflicha to'xtalib, bu ohudan maqsad bu ilm, sherdan maqsad esa talaba. Sher xuddi o'z o'ljasini qo'yayotgani singari bilimni talaba ham bilimni shunday qo'yish kerak. Insonning yuzi sifatida tasvirlangan quyosh esa bu ustoz. Albatta ilmni yangitish uchun ustoz talabani yo'lida quyoshga yoritib borish kerak degan fikrlarni ilgari surib ketgan. Tillakori masjid madrasasiga to'xtaladigan bo'lsak, bu peshtoqida tilla suvi yugurtirilgani uchun xalq orasida Tillakori nomi bilan shuhrat qozongan. Registon o'zining ma'nosi esa qum to'shalgan maydon degan ma'noni bildiradi. Qoyillar 5 ta tarixchi bilan savol javob qildim. Men 3 ta tarixchidan birortasini bilmadim. O'qishdim buni. Rahmat. Menda savol yo'q. Kimda savol bo'lsa? Rahmat. Savollarda e'tirozingiz bormi? Yo'q, e'tirozim yo'q. Hammasi shu 5 ta savoldan 3 tasiga javob berdingiz. Bu qayerdan mandadi? Mahallasi qaysi mahalla edi? Neyse böyle bağlanır mı? Ha. Hozir sinav. Qaysi mahallasi? O'zbekiston mahallasi. Qisqacha o'zingizni tanishtirasiz, ism familiyangiz, qayerda o'qigansiz, nima ish bilan shug'ullanasiz, qayerda yashaysiz? Men Samarq Bobur
Jizzax davlat pedagogika universitetining tarix fakultetini tugatganman. Hozirda mahallamiz O'rtaqishloq mahalla fuqarolari yig'ildi. Yoshlarga oid qanaqa qonun qarorlarida o'qidingiz? Shu 92 sonli qaror. Prezident qarori. 92-sonli qarorga asosan qaysi faoliyat turi yakunlanib yoshlar yetakchisi faoliyat tashkil etildi? Savol qaytarildi. 92-sonli qarorga asosan Aha. qaysi faoliyat turi yakunlandi va yoshlar yetakchisi faoliyat tashkil etildi? Aniqroq qaysi faoliyat yopildi va yangi yoshlar yetakchisi faoliyat qilindi? Faoliyat turi. Mahalla faolligimi? Yo'q. Genç yaşlar. Yoshlar ittifoqi. Buni yoshlar ittifoqi. Buradan sizce cevap veriyor oraya. Zaten sıkıntı yapmıyor. Buradan sizce cevap veriyor. Biz shuni Bilmadim. maktabda yoshlar yetakchisi faoliyati yakunlanib, mahallada yoshlar yetakchisi faoliyat tashkil etildi. 92-sonli qarorga asosan namunali faoliyat ko'rsatgan yoshlar yetakchisi qanday mukofotlar bilan taqdirlanish belgilandi? Shu bir oylik ish haqi qo'shib beriladi. Shu bilan rag'bat taqdirlandi. Buni Ish haqisiga bir oylik ish haqi qo'shiladi. bo'ldimi, boshqa narsasi yo'qmi? Keyin davom tizimga keladi. Javob to'g'ri. Yoshlar yetakchisiga Yangi O'zbekiston islohotchisi ko'krak nishoni 1 oylik maosh miqdorida rag'bat puli zaxira kadrlar tizimiga kiritiladi va IPTK subsidiyasiz to'liq kredit olayotgan bo'lsa ma'lumot beriladi. Keyingisi yoshlar yetakchisining nechta vazifasi bor ekan? Yoshlar yetakchisining 6 ta. Ana birinchi o'qitgan Mahallada o'sha sport musobaqalarini tashkil qilish, keyin mahallada bilmadim. nima bilmaysiz? Esimga kelmayapti. Hozirroq hayajon bor. Hayajonlanma. Javob yo'qmi bo'lmasa? Keyingi savol. Yoshlar yetakchisi qanday oylik maosh oladi? Yoshlar yetakchisi mahallada xonadonlarga qarab xonadonlar kesimi bo'yicha oylik oladi. Masalan, 500 ta xonadon mavjud bo'lsa, 5 baravarni shunaqa miqdorda oylik oladi. 500 tadan yuqori bo'lsa,
shunga qarab taqsimlanadi. Qanday? 500 tagacha bo'lsa nechi pul oladi? Qancha miqdor? 500 tagacha bo'lsa 5 barobarini shunaqa bo'ladi. 1000tadan ziyod bo'lsa 10 barobar miqdorda oylik oladi. Noto'g'ri. Xonadon soniga nisbatan 500 tagacha bo'lsa agar 5 barobar, 500 tadan 1000 tagacha bo'lsa 5,5, 6 barobar, 1000 tadan ziyod bo'lsa 6 barobar. Keyingi savol. Yoshlar daftari nima ekan? Nima deysiz? Yoshlar daftari nima ekan? Yoshlar daftari, bu yoshlar daftariga ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlar kiritiladi. Keyin nogironligi bo'lgan shaxslar, ishsiz yoshlar asosan shularni himoya qilish. Faqat ishsizlarnimi? Yo'q. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan yoshlarni qabul qiladi. Nogironligi bo'lgan yoshlarni 10 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar kiritiladi daftarga. Manda savol yo'q. Bunga savol bo'lsa. Savolga e'tirozingiz yo'qmi? Yo'q, yo'q. Şey sanırım.